Akbar Jo'rayev 3 karra jahon chempioni bo'ldi. Norvegiyada o'tkazilgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi vakillari Akbar Jo'rayev va Ruslan Nuriddinov jami 5 ta medalni qo'lga kiritdi. 110 kg vaznda mamlakatimiz sharafini himoya qilgan atletlarimiz 3 ta oltin va 2 ta bronza medali bilan mazkur vazn qirollari ekanliklarini isbotlashdi. Dast ko'tarishda 4-chi, siltab ko'tarishda 228 kg natija bilan 3-natijani qayd etgan Ruslan Nuriddinov ikki kurash yakunida 414 kg bilan 3-o'rinni egalladi. Dast ko'tarishda 196 kg toshni o'ziga bo'ysuntirgan Akbar Jo'rayev jahon rekordini yangiladi. U 232 kg natija bilan siltab ko'tarish dasturida ham oltin medalga ega chiqdi. Umumiy hisobda 428 kg natija qayd etgan Jo'rayev bir varakayiga jahon chempionatining 3 ta oltin medalini qo'lga kiritdi. Shunday qilib atletlarimiz o'zbek sport tarixida yana bir yangi sahifa ochdi. Norvegiyada davlatimiz madhiyasi yangrab, arenada O'zbekiston bayrog'i hilpiradi.